Undan tashqari hozirda kundan kunga yangiliklar bo'lyapti. Ishlab chiqaruvchilar ham elektriklarga va mijozlarga yengil bo'lishi uchun yangiliklar qilyapti. Oddiy misol, mana shu Zuber'ni 3 fazali D663 modeli ham 3 ta 1 fazali kuchlanish relisida ishlab bo'ladi yokida faqat 3 fazali kuchlanish relisida ishlab bo'ladi. Buni nastroykasiga kirib o'zgartirsak bo'ladi. Qayerga qo'yishimizga qarab juda qulay. Ko'rishimiz mumkin, kuchlanish relesini ulaganman. Bitta faza kelyapti, qolgan ikkitasi yo'q. Kuchlanish relesi tokni o'tkazmayapti, sababi ikkitasida abrif bor deyapti. Hozir buni ana endi 3 ta 1 fazalida ishlaydigan qilamiz. Knopkasini bosib o'tiramiz. 6 sekund. Ana endi 1 fazali rejimga o'tkazamiz. Bo'ldi.